Assalomu alaykum do'stlar. Marafonimizning 27-kuni, kanalimizning esa 28-videosiga xush kelibsiz. Bugun bizda dahshatli atmosferaviy devlog bo'ladi, chunki hozir svet o'chgan, lekin marafonda to'xtash yo'q. Telefon, internet va noutbuk batareyasida ishlashni davom ettiryapmiz. Xullas, demak biz loyihamizni to'liq bitirganimiz uchun foydavor bilimlarni o'rganayotgan edik. Bugun React'da massiv ichidagi obyektni ID bo'yicha topib, uning qiymatini qanday toza va xavfsiz yangilashni o'zimiz yozgan kod misolida ko'rib chiqamiz. Demak, VS Code'ni ochamiz, Catalyst tsx faylini, chunki asosiy kod bu yerda ya'ni handle like funksiyasida biz buni menimcha o'tgan dialoglarda o'tmagan ekanmiz shekilli unchalik, yoki men shunchaki ko'rsatib o'tib ketganman. Demak, handle like ichida bu yerda items map funksiyasi bor. Bu handle like funksiyasiga e'tibor bering. Biz bu yerda map ishlatganmiz. Bu yerda massivni aylanib chiqyapmiz va ternary operator orqali item ID shartini tekshiryapmiz. Demak, bu yerda agar ID mos kelsa, spread operatori, ya'ni bu yerda item orqali obyekt nusxasini olib, faqatgina like'lar sonini va true false holatini yangilayapmiz. Bu yerda agar mos kelmasa, loyihani o'z holaticha qoldiryapmiz. Bu React'da state xavfsizligini ta'minlashning eng professional usuli hisoblanadi. Bu yerdagi kodlar plus bugun shunaqa narsa React'dagi massiv ichidagi obyektni ID bo'yicha topish va uning qiymatini toza va xavfsiz yangilash edi. Aynan bu yerdagi kod shunga misol bo'ladi. Handle like funksiyasi plus bu yerda ham map ishlatganmiz deyarli. Hamma yerda map ishlatilgan. Bu muhim, chunki ishlatish muhim. Kerakli joyda ishlatish kerak. Xullas, mana shunday toza usullar bilan ishlash dasturingizni xatolarsiz va yanada juda dahshatli tez ishlashini ta'minlaydi. Bugungi sharoitga qaramay chiqarilgan qisqa va foydali darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Ertaga devlog 28da albatta biz yana nazariy bilimlarni o'rganishga harakat qilamiz. Demak, takrorlashni unutmang. Bu kodlarni hammasini ko'rib o'rganishga harakat qiling. Xullas, ko'rishguncha xayr do'stlar.